Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin. Kun o'zining 5 daqiqa loyihasida yana bir asar muhokamasida uchrashib turganimizdan mamnunman. Bugungi tanlovimiz inson tabiati, oilaviy munosabatlar, jamiyat va ruhiy iztiroblar haqida ko'plab savollar beradigan jahon adabiyotining eng ta'sirli hikoyalaridan biri. Bu asar Frans Kafkaning Evrilish hikoyasi. Frans Kafka Pragada tug'ilgan, nemis tilida ijod qilgan. O'z asarlarida inson ruhi, jamiyatdagi begonalashish va ma'naviy bog'liqlik kabi mavhum mavzularni chuqur tadqiq etgan. Uning Evrilish hikoyasi 1915-yilda nashr etilgan va o'sha paytda ham bugun ham odamni titratuvchi falsafiy kuchga ega. Kafka ko'plab asarlarni chop etmaslikni vasiyat qilgan. Lekin uning do'sti Max Brod yozganlarini saqlab qoladi. Jarayon, Amerika kabi durdona asarlar uchun biz bugun Kafkaning o'sha qaysar do'stidan minnatdor bo'lishimiz kerak. Evrilish hikoyasining bosh qahramoni Grigor Zamza. U kundalik mehnat bilan oilasini boqadigan inson. Bir kuni u ulkan hasharotga aylangan holda uyg'onadi. Umurtqali, shoxli, gapira olmaydigan va qiynalib yuradigan jonzot. To'g'ri eshitdingiz, aynan hasharotga. Kafka janoblari bunga izoh berib o'tirmagan albatta. Anglash uchun o'quvchining o'zi ter to'ksin degan. Moddiy jihatdan evrilgan Grigorning qalbi hamon inson edi. Biroq uning ko'rinishi nafaqat jamiyatda, balki eng yaqinlari, oilasida ham nafrat va rad etish hissini uyg'otdi. Grigor avval oilasining suyanchig'i edi. Qarzlarni u to'lar, ro'zg'or uchun mehnat qilar. Bunday olib qaraganda risoladagidek oila a'zosi. Bir kunda u yaqinlari uchun muammoga aylanadi. Oila a'zolari avval undan qo'rqadi, keyin yuz o'giradi, ovqat berishmaydi, bora-bora uning yo'q bo'lishini istay boshlashadi. Eng alamlisi, hasharotga aylangan yigit xorlikda vafot etadi va bu voqeadan so'ng uning oilasi yengil tortadi. O'sha kuni ular dam olish uchun shaharga chiqishadi. Hatto kelajak rejalari haqida xursand holda suhbatlashishadi. Hasharotga aylangan insonning o'limi hech kimni qayg'uga solmaydi. Kafka aynan shu orqali o'quvchiga savollar qo'yadi. Inson hayoti va qadri uning qanchalik foyda keltirishi bilan o'lchanadimi? Oilada shartlarsiz, talablarsiz mehr muhabbat bo'lmaydimi? Kafka so'z bilan baqirmaydi, u shivirlaydi. Lekin shu shivir qalbimizda to'fon uyg'otadi. Evrilish aynan shunday asar. Shuning uchun ham bu hikoya hali ko'p o'qiladi, anglanadi va og'riq beradi. 5 daqiqaning bu galgi soni mana shular haqida edi. Agar sizni 5 daqiqa davomida hayot haqida o'ylashga, o'zingizga chuqur savollar berishga majbur qila olgan bo'lsak, demak, maqsadimizga erishdik. Keyingi haftada yana bir asar muhokamasida uchrashguncha sog'-omon bo'ling. Ungacha esa kitob varaqlarini oching. Balki biz hozir aytolmagan, biroq donishmand Kafka ishora qilgan yana boshqa haqiqatlarni ham toparsiz. Darvoqe, kelgusida qaysi asarlarni muhokama qilishimizni istaysiz? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha.